Aka, Labbi aka. juma kungi skidka qilmaymizmi? Bo'ldi, qilamiz aka. Mana shu ko'rayotgan barcha narsalarga 30% skidka qilamiz. Ertaga bemalol do'konimizda 10 dan soat 9 gacha ishlaydi. Hamma sizlarga obzor qilib beraman. Xo'p, misol uchun akalar, mana bunaqa Molten koptolarimiz 180 mingdan sotilyotdi. Endi bularni sizlar bemalol 140-130 mingdan xarid qilsanglar bo'ladi, 30% skidkada. Bulardan tashqari mana bunaqa koptolarga ham o'tadi. Bular misol uchun 220 sotilayotgan bo'lsa, 30% skidkada bir 160-170 ming atrofida bo'ladi. Xo'p, endi butisiga o'tamiz. Xo'p, akalar, butisilar ham hammasi 30% skidkada. Misol uchun mana butisingizda 400 ming so'm sotilyotdi. Ertaga 280 mingdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bu skidka barcha butisalarga o'tadi. Misol uchun mana bular ham 400 mingdan sotilayotgan 280 mingdan xarid qilasizlar 30% skidkada. Xo'p, bulardan tashqari arzonroq desanglar, mana bular sizlarga juda ham arzonga tushadi. 220, 230 shunaqa sotilayotgan edi. Bularni bir 170 ming, 180 mingdan xarid qilasizlar. Vyetnam mahsuloti. Kim kerak bo'lsa, ertaga sizlarni do'konimizda kutamiz. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi.